Mana yana bir fayzli xonadonimizning ishlarini bitirib berdik. Bitta qilib o'tgan ishlarimizni, gulxonalarini tozaladik. Chiroyli qilib gazollarini ekib berdik. Mana chetlariga ahamiyat berasizlar. Cho'tki qilib chetlarida qolmay hammasini chiroyli qilib berganmiz. Mana bitta yana gulxonasi kichkinagina ham tozalab chiroyli qilib berdik. Bu xonadonimizni o'z har doim uslugasini o'zimiz qaraymiz. Gazollarini ham o'zimiz qilib berganmiz. Mana shunaqa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Gazon urish xizmati, tayyor gazon